O'zingizga shunday sharoit yaratingki, unda dangasalik qila olmang. O'zingizni qulaylikda, komfortda his qila olmang. Oddiy va ahmoqona hayot bilan kifoyalana olmang. Sizlarga iltijo qilaman, eng zo'r yigitlar. Karavotni uloqtirib yuboringlar. Yerga matras to'shanglar. Bitta stul, bitta stol, bitta daftar, bitta ruchka, bitta kompyuter va matrasning bosh tomoniga katana qo'ying. O'zingizga ana shu grind, tinimsiz mehnat romantikasini bering. O'zingizni shunday sharoitga solingki, undan tanangiz hayratda qolsin, dahshatga tushsin. Xuddi qo'rqqaningda va o'zingga ishonganingda sen juda ko'p narsaga qodir bo'lasan. Juda ko'p narsaga. Hattoki burchakka qisib qo'yilgan kalamush ham xavfli raqibga aylanadi. Sizlar esa kalamush emassizlar.